Assalomu alaykum, hurmatli marafonimiz ishtirokchilari. Bugun 7-kunni boshlaymiz. Xo'p, demak, bugunga ertalabga bodring bilan ko'k piyozni to'rab, salat qilib yeb olamiz. Zavtrakka bo'lsa, xo'p, 2 ta tuxum kerak bo'ladi, 80 gram pomidor kerak bo'ladi, 50 gram ismaloq kerak bo'ladi, 10 gram pishirib olingan bulg'ur kerak bo'ladi, qaynatib va 1 choy qoshiq o'simlik yog'i, zaytun yoki semichka yog'i ham bo'ladi. Demak, yog'ni qizdirib, ismaloqni qovurib olamiz. Xo'p. Keyin pomidorni qovuramiz. Keyin bulg'urni qo'shamiz. Xo'p, 10 gram bulg'urni o'lchab pishirib keyin qo'shamiz. Tapga qarab ziravorlar qo'shamiz. O'rtoqlar, 10 gram bulg'ur qancha bo'ladi? 10 gram qanaqa bo'ladi? Qancha bo'ladi? Loviya 10 gram mosh qancha bo'ladi? Buni yo tarozida o'zingizlar o'lchaysizlar yoki kuratorlarimizdan pishirasizlar. Tak, yaysa pashot qilamiz. Bu degani oddiy qaynatilgan tuxum. Agar sizda bunaqa parda pishirishni iloji bo'lmasa, idishga solib, prosta tuxumni qaynatib pishirib olsangiz yetadi. Balki o'sha hamma narsa tayyordir. Pashotni oldin ham o'tganmiz. Demak, o'sha chala pishirilib gan tuxumni pashot deyiladi. Xo'p, hosil bo'lgan ovqatimizda 295 kilokaloriya bo'ladi. 21 gram oqsil, 15 gram yog' va 11 gram uglevod bo'ladi. Xo'p, mana ko'rdinglar. Haligi qovurib olgan ismalog'imizni, bulg'urimizni, pishgan massani tarelkaga solamiz. 1 stakan suv ichamiz. Bir salatni hammasini yeb tugatamiz. Agar sizga tayyorlanayotgan salatlar yoqmasa, siz oddiy pomidor bodringli salat yoki boshqa salatlarni qilishingiz mumkin. Biz iminna bitta narsani beramiz, lekin siz uni xuddi shunga o'xshagan narsa bilan almashtirishingiz mumkin. Mana bu zavtrakimiz. Avvalgi zavtraklarda misol uchun tuxumni, pashotni o'zi bo'lgan bo'lsa, hozir mana ismaloq ham bor ichida, bulg'uri ham bor, to'yimliroq bo'ladi. Xo'p, demak, 11 gram uglevodi bo'lsa, shuni 3 grami kletchatka, 8 grammi hazm bo'ladigan uglevodlar, unga 2 единица insulin qilinadi. O'rtoqlar, tosterlar juda ham moda bo'lgan. Hozir mana biz har safar bitta xatoni o'tib ketishimiz kerak. Toster non bu ko'pincha oq non bo'ladi. Endi toster nonni o'sha diabetическийsi, selnozernovoy, dukkaklilardan qilinganlari chiqyapti-da. Un qo'shilgan bo'lsa, u sizga mumkin emas. Toster yegiz kelayotgan bo'lsa, biz kuratorlarimizdan iltimos qilamiz, oddiy o'zimizni mumkin nonlardan toster pishirishni, tayyorlashni ko'rsatib o'tishligingiz mumkin, lekin aslida oddiy magazindan sotib olgan toster nonlaringiz sizga mumkin emas. Endi pishirgan ovqatimizga kelamiz. 2020-yil American Journal of Clinical Nutritiondagi ma'lumot. Demak, kam miqdorda murakkab uglevodlar, bu bulg'ur bo'lishi mumkin, bu grechka bo'lishi mumkin. Ya'ni kam miqdorda, bir kosa emas, kam miqdorda murakkab uglevodlar, bunga sabzavotlar ham kiradi. Sabzavot deganda mana shu pishirayotgan brokkoli, ovsyanka, ismaloq hammasi kirib ketadi, karam, gulkaramlar. Murakkab uglevodlar bilan oqsilli taomlarni iste'mol qilish ovqatdan keyingi qondagi qandni 20-25% ga tushirishi mumkin. 8 bo'lsa 6 qilishi mumkin. 10 bo'lsa 7,5 qilishi mumkin. 20 bo'lsa 15 qilishi mumkin. Bu natija yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun o'sha sizning vazifangiz har kuni ertalab 1 soat, kechqurun 1 soat, kuniga taxminan 15 ming qadam. Misol uchun ertalab 6000, kechqurun 6000, kun davomida 3000 qadam yurishingiz, mana bu yana qo'shimcha ravishda qondagi qandni yaxshi tushirishi mumkin. Kimda bulg'ur bo'lmasa, shu ovqatga grechka yoki perlovka ishlatishi mumkin. Xo'p,
qorni to'ymayotgan odamlar, qaytarib o'taman, 2 porsiya yeyishingiz mumkin. Lekin ko'pchiliklarning qorninglar to'yib, hammasini yeb ulgurmayotgan bo'lishingiz mumkin. Yangi qo'shilganlar, qorni to'ymayotganlar, hattoki sizga shu ovqat, faqat shu retsept bo'yicha 2 porsiyasiga ham ruxsat beriladi. Uglevodi ko'payib ketmasin desangiz, tuxumini 2 baravar qo'shing, ismaloqni 2 baravar qo'shing, salatni 2 baravar qiling. Bulg'urni ko'paytirmasligingiz mumkin. Yoki qorningizni ochib, obedgacha yetib bormay, qondagi qand tushib ketib, qaltirab qotgan bo'lsa, yo sahardorini kamaytirish, yo bulg'urni ham 2 baravar ko'paytirishga tavsiya beraman. Xo'p. Ujinda ham shunaqa. Agar siz misol kecha baliq sho'rva edi, 1 porsiyasiga to'ymasangiz, 2 porsiya iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin menimcha to'yayotgan bo'lsanglar kerak. To'ymayotganlar yozib qoldiringlar kommentariyalarda. Xo'p, obetimizga o'tamiz. Obedda biza xo'p, mol go'shtini loviya bilan dimlab yeymiz. Demak, mana bu to'ymayotganlarga 1,5 baravar, 2 baravar ovqatini ko'paytirish, uglevodini ko'paytirgan, ya'ni loviya, mosh yoki ko'paytirmagan holatda agar to'ymay qolsa, haqiqatda ruxsat. Lekin bunaqa odam kam. Xo'p, demak, karam bilan ukropni to'rab salat qilib olamiz. Bu yeyishimiz uchun 1 bokal suv ichamiz, salatni yeymiz, keyin ovqatimizni yeymiz. Ovqatimizni tayyorlash uchun 180 gram mol go'shti, 200 gram deylik, 100 gram kabachki, 70 gram anaqa bolgarskiy perец, 10 gram qaynatib pishirib olingan loviyani qanchada qaynab pishishini bemalol kuratorlardan so'rab bilib olishinglar mumkin. Demak, nima qilamiz? Qovuramiz mol go'shtini. Keyin sabzavotlarni ham qo'shib qovuramiz va 20 minut dimlaymiz. Har safar aytaman, 20 minut dimlash yetarli emas deb hisoblasangiz, 30-40 minutgacha dimlashingiz mumkin. Hosil bo'lgan ovqatimizda 365 kilokaloriya bor. 35 grammi oqsil, 16 grammi yog' va 14 grammi uglevod. 10 gram hazm bo'ladigan uglevod, 4 grammi kletchatka. Demak, bu ovqat uchun 3 единица insulin qilinadi. 2,5-3 единица. Tak, ikkita uglevod xatolarimizga o'tamiz. Mumkin emas xatolarimizga. Ikkita uglevodni bir-biriga qo'shmang. Nima degani? Misol uchun, loviya bilan 1 porsiya loviya bilan 1 porsiya grechkani qo'shmang. Bu narsa ko'pincha biftekslarda bo'ladi. Yoki mana misol uchun ovsyanka bilan misol uchun grechkani qo'shmang. Ikkita uglevodni, misol uchun siz har doim marafon bo'yicha ovqatlanmasligingiz mumkin. Ertalab kirdingizda bifteksga tuxum soldirdingiz, grechka soldirdingiz, go'sht soldirdingiz. Bu mumkin, lekin bifteksga grechka bilan mosh soldirishingiz, no'xat soldirishingiz, pyure soldirishingiz, ikkita uglevodni bir-biriga qo'shmang. Chunki bunisida 50-60 gram shakar, bunisida 50-60 gram shakar bo'ladi. Sekin hazm bo'lsa ham, baribir qondagi qandni oshib ketishiga to'g'ri keladi. Ayniqsa, oddiy non bilan makaronni qo'shib bo'lmaydi. Ikkalasi ham oq shakar, oq uglevod, oq undan qilingan, ikkalasi ham tez hazm bo'ladi. Yoki non bilan guruchni qo'shib bo'lmaydi. Bu sizning hayotingizda keyinchalik ham kerak bo'ladi. Kimnidir ko'rganingizda, misol uchun non bilan guruch yoki non bilan makaron yeb o'tiribdi. Bu faktiski yeyotgan narsasi shakarga shakar qo'shib yeb o'tiribdi. Bunaqa xatolarni qilmanglar. Demak, David Skeya 2019-yildagi maqola, demak, obedda oqsilli va sabzavotli taomlarni ozgina dukkaklilar qo'shib iste'mol qilish glikerlangan gemoglobinni 3 oy ichida 0,4% ga tushiradi deyapti. Demak, fasol, loviya to'qlik hissini beradi. Bu avvalgi obedlarimizdan farqi shu, fasol qo'shganimizning hisobiga xo'p, to'qlik hissi bo'ladi. Va ujinimizga o'tamiz. Xo'p, ujinda bizlar 1 stakan suv ichamiz. Pekin karami yoki oddiy karam, o'shani petrushka bilan birga to'rab salat qilamiz va undan keyingi ovqatimiz baliqni parda tayyorlaymiz. Kimda parda tayyorlashga imkon bo'lmasa, bemalol qaynatishingiz mumkin, dimlashingiz mumkin. Ya'ni pishirishda cheklanmagansiz, lekin hammaning uyida qosqon bo'lsa kerak. Keyin parda tayyorlaganda tuz bilan ziravorlarni avvaldan qo'shib oling.
tuzlab, ziralab, murchlab, o'sha nima ziravor qo'shsangiz, keyin parga qo'ying. Ustidan ham qo'sharsiz, uni ichiga singmagan bo'ladi agar marinovka qilmasdan pishirsangiz. Demak, bizlarga 200 gram baliq, 100 gram brokkoli, 60 gram gulkaram, bir osh qoshiq o'simlik yog'i kerak bo'ladi. O'simlik yog'ini avvaldan ustidan quyib pishirishingiz mumkin yoki keyin tayyor bo'lgandan keyin o'sha zaytun yog'i bilan zapravka qilishingiz mumkin. Hosil bo'lgan ovqatimizda 285 kilokaloriya bo'ladi. 33 grami oqsil, 13 grami yog' va 6 gram uglevod, 4 grami hazm bo'ladi. 1 единица insulinli ovqat. Tak, buterbrodlar, nonli buterbrodlar mumkin emas. Bu xatolarimizdan bittasi. Har safar sizga bitta xato. Bu siz hayotingizda-chi keyin ham kerak bo'lardi. Balki bu videoni keyin bir necha yildan keyin ko'rayotgandirsiz. U paytgacha siz o'zingiz tuzalib ketgandirsiz. Balki birovga o'rgatadigan darajada bo'lib ketgandirsiz. Demak, bu narsalar misol uchun nima yeymiz? Mehmonga bormadinglar, chet eldasizlar, buterbrod yeymiz desa sherigingiz. Demak, bu narsa sizga mumkin emas. Chunki oq non bilan go'sht mumkin emas. O'zingizning noningiz bilan go'sht mumkin. Esingizda tursin. Britaniya meditsina jurnalida chop etilgan maqola 2020-yilda. Xo'p, yengil oqsilli ujinlar, kechki taomlar kechqurungi qondagi qandni 20-25% ga tushiradi. Qondagi qand oshib ketishini oldini oladi. Demak, endi fitness qismiga o'tamiz. Fitness qismi juda ham qiziq. Bugun turnikda tortilish haqida. Hozirgi mana qaranglar, o'rtoqlar, 5-kun отжиманиямidi? 6-kun становой тяgamidi? Bugun turnikda tortilishmidi? Eng asosiy bazaviy darslarni o'tyapmiz. Ayollar ham xavotir olmanglar, turnikda tortila olmaymiz deb sizlarga ham uni o'rnini bosadigan mashq o'rgataman. Demak, turnikda tortilish haqida. Buni aslida millionlagan erkaklar ko'rishini xohlardim. Chunki turnikda tortilish sahrni tushiradi. Xo'p. Mana bu qattan olyapman. 2018-yilda Diabetologiya jurnalida chop etilgan maqola. Tanani yuqori qismiga fitness mashqlarini qilish ovqatdan keyingi qondagi qandni 18-25% ga tushiradi. Va 2021-yildagi Sport meditsina jurnalida chop etilgan maqola mana shu yuklar bilan, tyaga bilan, misol uchun gantel bo'lishi mumkin, shtanga bo'lishi mumkin yoki tanani o'zini vazni, ya'ni turnikda tortilish, отжимание qilish, o'tirib turish yoki nima qolib ketdi? Burishda отжимание qilish glikerlangan gemoglobinni 3 oy ichida 0,4% gacha tushiradi. Tak, значит, ancha-muncha erkaklar buni ko'rmayapti. Afsus, mayli. Ko'rganlar amal qilsa yetadi, keyinchalik ko'rishga majbur qilishi mumkin. Turnikda tortilayotgan ayol yoki erkaklar esinglarda tursin. Xohlasanglar primoy xvat deydi, to'g'ri ushlash, xohlasanglar обратный xvat qilish mumkin. Yana bitta narsa esinglarda tursin. Xohlasanglar keng ushlanglar, xohlasanglar yelkani darajasida, xohlasanglar keng. Eng yaxshisi almashtirish. Bir safar to'g'ri ushlash, bir safar aylantirib ushlash, bir safar kengroq, bir safar o'rtacharoq, bir safar ingichkaroq. Qo'lingizdan kelishiga qarab. To'g'ri, turnikda hamma ham tortila olmaydi. Bugun bitta ham tortila olmassiz, lekin oradan 1 yil o'tgandan keyin siz 15 tadan ko'p, 10 tadan ko'p tortilayotgan bo'lasiz. Turnikda tortilish mashqlari, demak, har safar aytaman, misol uchun yurib kelgandan keyin, ya'ni badan qizigandan keyin qilinadi. Xo'p, qo'lingizdan kelgancha tortilasiz. Nafasingiz tiklaguncha birinchi safariga bitta tortilasiz. Nafasingiz tiklangandan keyin keyingi haftada 2 ta podxod qilasiz, keyingi hafta 3 ta, keyingi hafta 4 ta. O'zi aslida 4 ta tortilish yetadi. Endi juda ham turnikni yaxshi ko'radigan yoki turnik yordamida sahrni tushirishni xohlaydigan odamlar uzog'i bilan 10-12 podxod qilishi mumkin, dam olib uzog'i bilan, va bu shunda 1 kunlik mashqni yopgan bo'lasiz. Hozir biz Umidjon qaysi mashqlarni qilamiz? Biz bunchalik ko'p mashqni qila olmaymiz deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Avval men sizlarga mashqlarni o'rgatib olay. Keyin mana dushanba kuni bu turnikda tortilamiz. Misol uchun qo'limizga gantelda ishlaymiz. Chorshanba kuni faqat o'tirib turamiz, yetadi. Juma kuni отжимание qilamiz, yana nimadir mashq qilamiz deb bir haftalik mashqlarni, rejalarini, eng asosiy, eng qiziq, eng foydali mashqlarni o'rgataman. Maqsad bir haftaning ichida butun tanani har bitta mashqlarini qilib chiqish. Aslida qaranglar.
agar turnikda tortilsa, qo'lni oldi biceps bilan qanot уже ishladi. Отжимание qilsa, ko'krak bilan triceps, qo'lni orqasi ishladi. Ikkala yelka ham ishlaydi. Va o'tirib tursa, oyoq ishladi. Shuni o'zi yetadi. Endi qo'shimcha становой tягani qo'shish mumkin. Turnikda tortilish erkaklar uchun, отжимание qilish, приседание qilish va становой tяга qilish, misol uchun har через день shu mashqlarni 4 podxoddan qilish yoki juda zo'r fitness sportsmen bo'lsanglar 10-12 podxoddan qilish sizni bir umrga boshqa mashqlarni qilmasdan sog'lom yashab o'tishingizga to'g'ri keladi. Lekin bu og'ir mashqlar, orada mayda mashqlarni ham qo'shish yoki boshqa ehtiyojlar yoki qila olmaslik xususiyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun mayli keyinchalik qolgan mashqlarni ham o'tamiz, lekin asosiy esinglarda tursin, 4 ta bazaviy mashq sizga butun umrga yetadi. Ayniqsa tortilayotganda to'g'ri xvat bilan va обратный xvat bilan qo'lni qiz bolacha tortilish deyiladi. Ikkalasini qo'shib qilish, отжимание qilayotganda keng qilish yoki o'rtacha qilish, ikkalasini almashtirib qilish, bu sizni to'liq triceps bilan grud, biceps bilan qanotlaringizni ishlashiga va становой tяга bilan приседанияni qilish butun tanani ishlashiga sabab bo'ladi. Xo'p, endi ayollarimizga o'taylik. Ayollarimiz mana shunaqa rezinkalar bo'ladi. Bu mana bu ushlaydigan dastagi bilan yoki dastagisiz oddiy rezinkalar bo'ladi. Baland joyga kimgadir ayting, bundan osib bersin yoki shu sizni bo'yingizdan uzun joy bo'lsin, o'shani ushaysizda pastga tortasiz. Xohlasangiz xvat to'g'ri bo'lsin, xohlasangiz bunaqasiga ushlang, xohlasangiz bunaqasiga ushlang. Shuni qo'lingizdan kelgancha 10-15 ta pastga tortasiz. Har bir mana bu ushlashni xvat deyiladi. Xvatni to'g'ri bo'lishi, обратный bo'lishi teskarisiga yoki tanaga parallelniy bo'lishi, parallelniy xvat bir-biriga parallelniy bo'lishi, uchalasini almashtirib qilish bu sizni ko'proq muskullaringiz jalb qilinishini va tanangizga ko'proq foyda bo'lishini qiladi. Mana bu tanaga perpendikulyar xvat qilish ham qanot muskullarini rivojlanishiga olib keladi. No turnikka o'xshagan effekt bermaydi. Mana bu men aytgandek tepaga osib qo'yib keyin o'zingizga tortishingiz faqat iltimos yiqilmanglar. Haligi rezinga chiqib ketib bashellarga shapaq etib urilmasin. O'sha kimni uyida turnik bo'lsa, o'g'li rezinkani o'tkazib bersa, shuni pastga tortsa, shu ham yetadi. Xo'p, bu narsa belida grija borlar bemalol qiladi. Hatto grijaga foyda bo'ladi. Oyog'i, tizzasi tufayli grija qila olmaydiganlar, beridagi grija, oyog'idagi tizzasidagi travma tufayli fitness qila olmaydiganlar va belida grijasi bor uchun fitness qila olmaydiganlarga bu mashq bemalol to'g'ri keladi. Chunki bu sizni tepaga tortadi. O'sha belingizdagi grijangizga juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, demak bugungi mashqlarimiz shunaqa haqida, shu mashqlar haqida edi. Xo'p, aslida o'zi tarixiy narsalar qilyapmiz-da, ko'pchilik bebahra qilyapti, mayli. Nasib qilganida, misol uchun jannatga ham hamma kirmaydi-ku, bu ham shunaqa narsa. Bu videoni ham oxirigacha ko'rmay chiqib ketganlar bo'lsa kerak. Aslida bu hayotida qanchalik foydali narsa edi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.